Aktrisa va insta-bloger Feruza Normatovaning kundoshi Shahlo Salayvaning to'yi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Shahlo Salayvaning turmush qurganiga oid videolar keng tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xonanda o'zining turk millatiga mansub kuyov bilan baxtli kunlardan lavhalarni omma bilan bo'lishdi. Ayniqsa to'y marosimida ko'z yoshlarini tiya olmagani aks etgan videolar ko'pchilikning e'tiborini tortmoqda. Videolar tarqalishi bilan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari turli fikrlarni bildirishmoqda. Ko'pchilik xonandaga samimiy tilaklarni yo'llab, yangi hayotiga baxt, sog'lik va totuvlik tilagan. Ular har bir inson baxtli bo'lishga haqli, oilasi mustahkam bo'lsin, yangi hayotingiz muborak bo'lsin kabi izohlar qoldirishmoqda. Biroq boshqa tomonidan tanqidiy fikrlar ham yetarlicha uchramoqda. Ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari to'y marosimini batafsil namoyish etishning zarurati haqida savol qo'yishgan. Izohlarda bunday shaxsiy baxtni ommaga ko'z-ko'z qilishdan maqsad nima? Bu videolar kimgadir ishorami? Avvalgi turmush o'rtog'i ko'rib qo'ysin degandek tuyuldi kabi fikrlar ham yozilmoqda. Shu bilan birga ayrim sahifalar va foydalanuvchilar tomonidan Shahlo Salayva nomi Feruza Normatova bilan ham bog'lanib muhokama qilinmoqda. Biroq bu borada turli taxminlar va ijtimoiy tarmoqlardagi fikrlar rasmiy tasdiqlanmaganini ham eslatib o'tish joiz. Hozircha xonanda mazkur muhokamalar yuzasidan alohida izoh bermagan. Shunga qaramay uning to'yidan olingan videolar millionlab tomoshabinlar yig'ib ijtimoiy tarmoqlarning eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulari qatorida o'rin olmoqda. Siz bu holatga qanday qaraysiz, qadrli tomoshabin? To'y kabi shaxsiy kunlarni ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritish to'g'ri deb o'ylaysizmi yoki bu har kimning shaxsiy tanlovimi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.